Selamünaleyküm. Bugünkü işimizde 1.6. 1.6'mıza zubçat elemen koyamız deb açverdik. Zubçatga 80 000 km yurgan ekan. O'zi 1.6larda 80 000 km zubchatga yurmaydi. Valla sebebi 1.6 jushroq motor bo'lgani sababini zubchatgani bir 40 000 50 000 kilometrda almashlaringizni bir göztib ustalara bir göz tikishlaringizni so'raymiz. Sebebi ne uchun? Yine şu roliklar ham vaqtida toza qo'yilgan. Ko'ringizlar, ichini o'ynatgandan men o'zini. Yana içinde uzun rolik o'ynatgan, pachniki. Pachni o'ynatgandan keyin uzun bir ses bergan. Yana bu o'ynamaydi durishaydi. Bo'ldi o'ynaydi, endi bu pachniki o'zi o'ynamaydi durishaydi. Yana takırdab attı. Hozir tonni ochib, tozadan qo'yib, zubchatkalarni tozadan taxlab, cho'tka etib beramiz, xudo xolasa. Bu andan keyin bir videosini qo'yamiz. Mana bu roliklar ham ses bergan. Murojaat etaversa, taxlab beramiz mashinalarni cho'tka.